Assalomu alaykum. Bugun 26-dars. Bugun judayam muhim qoidadan boshlaymiz. Demak, he, she, it uchun harakat fe'liga s qo'shimchasini qo'shamiz. Bolalar, yozib olinglar. Demak, biz hozirgi noaniq zamon haqida gapirmoqdamiz. Hozirgi noaniq degani hoziru doim bo'ladigan. Masalan, siz aytsangizki, men qiz bolaman yoki bo'lmasam men yoshman yoki men shu yerda yashayman. Hoziru lekin doim bo'ladigan zamonga demak he u o'g'il bola, she u qiz bola, it jonsizga biz s qo'yamiz. Va nimaga s qo'yamiz? Agarda ish harakatli fe'l bo'ladigan bo'lsa. Qaranglar, mana he likes u yoqtiradi. Bu yerda nima qiladi? Yoqtiradi, ish harakatli fe'l. He'miz ham bor. Hozirgi noaniq u doim yoqtiradi. Bir narsani darrov yoqtirib keyin yoqtirmay qolmaydi-ku. Masalan, u olma yoqtiradi. Doimiy zamon. Demak, mana biz he likes dedik. She goes u boradi. Mana go bormoq, ish harakat. Yana biz s'ni qo'yib oldik. She goes bo'ldi. It works u ishlaydi. Masalan, kompyuterlarga, jonsizlarga u ishlaydi. Ish harakat, ishlamoq. S qo'shimchasini qo'shib oldik. He eats u yeydi. U yeydi. Mana s'ni oldi. She eats u yeydi qiz bolaga. Mana s'ni oldi yana. It goes masalan bu taksi boradi biron bir joyga. Shu yerda ham itga s'ni qo'yib oldik, chunki bu ham ish harakatni bildiradigan fe'l. Bolalar, bu yerda esa we olmoqchi. We degani biz. Mana shuning uchun biz s qo'shimchasini qo'shmaymiz. Qaranglar, sees emas see, eats emas eat, chunki faqat he, she, it bizda s'ni olar edi. Mana tarjimalari. We see balls, biz to'plarni ko'rmoqdamiz. We eat apples, we eat apples degani biz olmalarni yeymiz. Va we go to school esa biz maktabga boramiz degani. Demak, he, she, itga s qo'yamiz, qolganlar esa siz bemalol ishlatiladi. Mana yana you bu siz degani. Demak, o'zlaring ham tarjima qilib, keyin birga tarjimani eshitsalaring zo'r bo'ladi. You like a yo-yo. Siz yo-yo o'yinchog'ini yoqtirasiz. You go to school. Siz maktabga borasiz. You see a flower. Siz gulni ko'rasiz. Ko'rdilaring? Hech qanaqa s bu yerda yo'q, chunki faqat he, she, itga ish harakatga s qo'yiladi. Mana yana tarjima. You see a kite. Siz varrak ko'rmoqdasiz. Ko'ringlar, mana see siz turibdi. You eat an orange. Siz apelsin yeysiz. You eat an apple. Siz olma yeysiz. Mana bolalar, they degani ular. Bu yerda ham s yo'q. Demak, doim esimizda tutishimiz kerak. Hozirgi noaniqda ish harakatga faqat he, she, it bo'lsa s qo'yiladi. Mana tarjimalari. O'zlaring birinchi tarjima qilib olinglar. Xo'p. They eat carrots. Ular sabzi yeydi. They see the school. Ular maktab ko'radi. They like dolls. Ular qo'g'irchoq yoqtirishadi. They see you. Ular sizni ko'radi. Bolalar, bugun qoidalar darsi ekan. Ikkinchi qoida. E'tibor beramiz. Agar gapda ikkita harakat fe'li bo'lsa, ularni orasiga to qo'yamiz. Yozib olinglar. Demak, agar gapda ikkita harakat fe'li birga kelsa, ularni orasida to bo'lishi kerak. Masalan, bolalar, we want to eat an ice cream. Qaranglar, biz xohlaymiz morojnoe yeyishni, ya'ni muzqaymoq yeyishni. Mana bizda xohlaymiz ish harakat, mana ikkinchisi yeyishni, demak orasiga to qo'yib olamiz. Agarda biz to qo'ymaylikda bo'ladi nima? Tarjimasini qarang. Biz xohlaymiz muzqaymoq yeymiz bo'lib qoladi. To'ni qo'ysak, biz muzqaymoq yeyishni xohlaymiz. Mana bizda yeyishni biz ingliz tilida to bilan demak yozib olar ekanmiz. Yoki we like to eat an ice cream, ya'ni yoqtiramiz yeyishni. Agarda yana to bo'lmasin, demak biz yoqtiramiz, yeymiz bo'lib qoladi. Shu yeyishni qilish uchun bizda to bo'lishi kerak, bolalar.
Mana yana 3-qoida. Demak, bugungi darsimizda 3 ta juda ham muhim qoida. E'tibor beringlar. An birlik sanaladigan bolalar elementlar uchun ishlatiladi. Nima degani bu? Masalan, sanab bo'lmaydigan bo'lsa, ishlatmaysiz ekan anni. Faqat sanab bo'ladigan, masalan, kitob, qalam, doska, o'rtog'ingiz, ko'cha, mana nimani sanasa bo'lsa, mana shu yerda an qo'yamiz va ular albatta birlikda bo'lishi kerak. Masalan, agarda siz sanab bo'ladi-ku kitoblar, demak yoki n qo'yaman desangiz noto'g'ri deymiz. Chunki kitoblar birlikda emas. Biz kitob desak, ana uni sanab ham bo'ladi, ham u birlikda. Ana endi biz yoki n ni qo'yamiz. Bu book bo'ladi, ni qo'yamiz. Xo'p. Va an demak ko'plik yoki sanab bo'lmaydigan otlarga ishlatilmaydi bolalar. Ko'plikda demak an qo'ymaymiz va sanab bo'lmaydiganga, masalan, suv yoki havoga biz an qo'yishga haqqimiz yo'q. Mana shu qoida juda ham muhim. Buni ko'pgina bolalar biladi, lekin vaqtida eslamaydi. Shuni demak ichimizga, shunday kallamizga quyib olishimiz kerak. Shuni kerak paytda ishlatishimiz uchun. Mana bolalar, I see an apple. Men olma ko'rmoqdaman. Demak, bizda olma bu yerda birlik sanab bo'ladi. Demak, men endi qo'ydim. I see water. Men suv ko'raman. Demak, water bizda sanab bo'lmaydigan predmet a. Demak, men an qo'yishga haqqim yo'q. She likes a watch. U soat yoqtiradi. Bu yerda soat birlik. Uni sanasa bo'ladi. Mana marhamat, turibdi. She likes rain. U yomg'irni yoqtiradi. Bu yerda yomg'ir sanab bo'lmaydigan. Demak, biz an qo'yishga umuman haqqimiz yo'q. He eats a potato. U kartoshka yeydi. Qaranglar, kartoshka birlikda va keyin potato kartoshkani sanasa bo'ladi. Bitta, ikkita kartoshka. Demak, qo'yishga haqqimiz bor. Mana bu oxirgida esa he eats jam. U murabbo yeydi. Murabboni sanab bo'lmaydi bolalar. Sanasalaring faqat qoshiqda, bankada sanaysizlar. Demak, bu yerda biz an qo'ymaymiz. Mana yana tarjimaga gaplar bolalar. We want to eat an ice cream and bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Biz xohlaymiz yeyishni, marojnani qaranglar, xohlaymiz va yana yemoq turibdi. Demak, ikkita fe'lni orasiga to qo'yib oldik. I love to eat an ice cream. Men yoqtiraman marojna yeyishni. Demak, mana yana ikkita fe'l orasiga to qo'yib oldik. Eslaringlarmi? Agarda to bo'lmaganida edi, biz yoqtiramiz, yeymiz degan kulgili gap bo'lib qolardi. To'g'rimi? Ana bizni so'zlarimiz. Bugun biz ularni aytdik. Yangi so'zlar bular. Drink. Drink bu ichmoq degani bolalar. Mana she drinks. U ichadi. Ana endi he ga nima qilamiz? He drinks bo'ladi. Chunki he, she, it ish harakatga s olar edi. We use esa s olmaydi. Chunki u faqat sni he, she, itga qo'yamiz xolos. Ya'ni we drink, you drink, they drink bo'ladi. She likes to drink water. U yoqtiradi suv ichishni. Bu yerda he, she, itga s qo'yamiz. Keyin like yoqtirmoq, drink ichmoq ikkita fe'lni orasiga to qo'yib oldik va water suvni oldida artikl yoki n yo'q. Chunki suvni sanab bo'lmaydi. Qaranglar, bitta gapda 3 ta qoidani ishlatdik. Ko'rdilaringmi, qanchalik bizni o'tgan qoidalarimiz muhim. Mana yana yangi so'zimiz carrot, sabzi. I eat a carrot. Men carrot degani sabzini yeyman. He eats a carrot. U sabzini yeydi. She eats a carrot. U sabzini yeydi. Qiz bolaga nisbatan. I like a carrot. Men sabzi yoqtiraman. He likes a carrot. U o'g'il bolaga nisbatan yoqtiradi sabzini. She likes a carrot. U sabzini yoqtiradi, qiz bola. I see a carrot. Men ko'rmoqdaman sabzini. He sees a carrot. U ko'rmoqda sabzini. Va she sees a carrot. U qiz bola ko'rmoqda sabzini.
Bolalar, yana bu yangi so'zimiz water. Water, e'tibor beringlar, a deb yozildi, lekin wa deb o'qiymiz. Water. Bu suv. Ko'rlaring, men t'ni ham tezda gapirib yubordim, water deb yubordim, lekin sizlar hozircha water deb turinglar. Xo'p. I drink water. Men suv ichaman. She drinks water. U suv ichadi. They like water. Men like so'zini qo'ygim keldi, bolalar. Xohlasalang want deb qo'yinglar. They like water. Ular yoqtiradi suvni. She likes water. U suvni yoqtiradi. Sizlar yana boshqa so'zlarni qo'yib, o'zlaringni gaplaringni tuzishlaring mumkin albatta. Bolalar, bu baby. Baby bizda bolacha, chaqaloq eslaringda bo'lsa, demak bu eslatma. He's a baby, u bolacha. I like babies, men yoqtiraman chaqaloqlarni. Va mana homework, ya'ni vazifa. Vazifa albatta 3 ta juda ham muhim bo'lgan qoidalarni yodlash va yangi so'zlarni ham yodlab, yangi darsga tayyor bo'lish. Xayr.